Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Politsiya Moskvada katta reyd o'tkazdi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Politsiya Moskva viloyatining Ximki shahrida reyd o'tkazdi. Ishlab chiqarish sexi, yotoqxona va savdo markazida o'tkazilgan reyd davomida politsiya 87 nafar xorijlik fuqaroni tekshirdi. Xorijiy fuqarolarga nisbatan Rossiya Federatsiyasida yashash qoidalarini buzganliklari va noqonuniy mehnat qilganliklari uchun 68 ta ma'muriy bayonnomalar tuzildi. Ular 5000 rubldan 7000 rublgacha jarimaga tortildi va mamlakatdan chiqarib yuborildi. Krasnodarda huquqni muhofaza qilish organlari uyushtirgan reyd davomida noqonuniy migrantlar aniqlandi. 19 nafar O'zbekiston fuqarosi patentsiz yoki rasmiy ro'yxatdan o'tmasdan ishlayotgani aniqlandi. Ularning barchasi politsiya bo'limiga olib ketildi. Migrantlarga nisbatan Rossiya ma'muriy huquqbuzarliklar kodeksining tegishli qoidalari bo'yicha ma'muriy bayonnomalar tuzildi. Bunday qoidabuzarliklar odatda jarimaga va Rossiyadan выдворение qilinishiga ham olib kelishi mumkin. Hozirda ish beruvchi ham tergov qilmoqda. Agar noqonuniy ravishda chet ellik ishchilarni yollagani tasdiqlansa, ular ham javobgarlikka tortiladi. Ish beruvchilar xorijiy ishchilar uchun kvotalar yetarli emasligi kabi muammoga duch kelgan. Bu ko'plab kompaniyalarni faoliyatini qanday davom ettirish va kimni shtatda saqlab qolish haqida o'ylashga majbur qilmoqda. Iqtisodchi Oleg Nikolayevning fikricha, agar kompaniyaning xorijiy ishchilari soni ruxsat etilgan kvotadan oshsa, ish beruvchi kimni ishdan bo'shatish to'g'risida qaror qabul qiladi. Qonun xodimlarni ish staji yoki malakasi kabi biron bir aniq mezon asosida tanlashni talab qilmaydi. Bunday qarorlarni kompaniyalarning o'zi qabul qiladi. Biroq mutaxassislarning tashkilotning ichki hujjatlarida ishdan bo'shatish tartibini batafsil ma'lum qilishni maslahat beradi. Bu xodimlar bilan nizolar va mojarolarning oldini olishga yordam beradi. Shtatni qisqartirishdan Mehnat kodeksining 179-moddasidan ham foydalanish mumkin. Unda yuqori malaka va unumdorlikka ega xodimlarga ustunlik berilishi aytilgan. Eslatib o'tamiz, 2026-yilda Rossiyada xorijiy ishchilarni yollash uchun umumiy kvota 278.940 ni tashkil etadi. Shu bilan birga ayrim sohalarda xorijiy ishchilar ulushiga cheklovlar mavjud. Qurilish va ovqatlanish xizmatlarida 50% gacha, sabzavot yig'ishtirishda 40% gacha va binolarni ta'mirlashda 70% gacha. Rossiyaga RUID ilovasi orqali oldindan ariza berib 125 ming xorijlik kelgan. Ilovada ro'yxatdan o'tib keyin Rossiyaga kelish tartibi 2025-yil 30-iyundan boshlanishi kerak edi. Biroq ilova ishida kuzatilgan nosozliklar sabab unda ro'yxatdan o'tish va kelishdan oldin ariza berish ixtiyoriy qilindi. Endi 2026-yil 1-iyuldan boshlab aniq majburiy bo'lishi kutilmoqda. Putin Rossiya hukumatidan Yevropaga gaz yetkazib berishni to'xtatish masalasini ishlab chiqishni so'radi. Uning aytishicha, bu masala Yevropa ittifoqi cheklovlari kuchga kirishini kutmasdan hoziroq ko'rib chiqilishi kerak. Agar ular yaqin orada o'zlari bu gaz olishdan voz kechmoqchi bo'lsa, nega biz kutishimiz kerak? Balki hoziroq chiqib ketib, boshqa ishonchliroq bozorlarda o'rganishimiz ma'quldir. Bu mening ovozli fikrlarim, dedi Rossiya Federatsiyasi prezidenti. Rossiyada birinchi martadan boshlab yangi qonun kuchga kirdi. Unga ko'ra, agar mintaqa migrantlarni yollashga cheklov yoki kvotalar qo'ysa, ish beruvchilar xorijiy ishchilarni ishdan bo'shatish huquqiga ega. O'zgarishlar Mehnat kodeksiga kiritildi.
Ilgari xorijiy ishchi faqat federal qonunlar, prezident farmonlari yoki hukumat qoidalari bilan belgilangan sabablarga ko'ra ishdan bo'shatilishi mumkin edi. Endi bunga mintaqaviy hukumat qarorlari qo'shildi. Bu shuni anglatadiki, agar mintaqa yoki hudud migrantlar soniga cheklov qo'ysa, ish beruvchilar bunga rioya qilishlari shart. Mintaqaviy kvotadan oshib ketish katta miqdorda 800 mingdan 1 million rublgacha jarimaga olib kelishi mumkinligini aytgan.